Musulmon inson bunday kunlarda Ramazon oyi kirishidan oldin uni qarshi olishga ikki asosiy ish bilan tayyorlanadi. Birinchisi yaxshilikka niyat qilish va toatga qat'iy azm etish. Chunki xolis niyat har bir amalning asosidir. Niyat bilan banda boshqalardan ilgarilab ketadi va Alloh unga muvaffaqiyat eshiklarini ochadi. Imom Ibn Hanbal rahimahulloh o'g'li Abdullohga meni nasihat qilib qo'ying deganda shunday deganlar: "Ey o'g'lim, yaxshilikni niyat qil. Chunki sen yaxshilikni niyat qilganingcha yaxshilikda bo'lasan." Ibn Muflih rahimahulloh bu so'zni naql qilib shunday deydi: "Bu mehribon otani o'g'liga bergan ulkan nasihatidir. U dunyo va oxirat yaxshiligini o'zida jamlagan" degan yoki shunga yaqin ma'noda gap aytgan. Chunki banda yaxshilikni niyat qilib unga azm qilsa, amal qilishidan oldin ham yaxshilik ustida bo'ladi. Toat eshiklari unga ochiladi. Allohga yaqinlashish yo'llari unga oson qilib qo'yiladi. Ayrim asarlarda kelgan, mo'minning niyati uni amalidan ham ulug'roqdir. Chunki mo'min ba'zan shunday yaxshiliklarni niyat qiladiki, uni qudrati yetmaydi, lekin Alloh uni xolis niyat sababli o'sha savobga yetkazadi. Shuning uchun Alloh sizni rahmatiga olsin. Ramazonni solih niyat bilan boshlang. Rost azm bilan kiring va qalbingizda shu tuyg'uni tirik tuting. Siz Allohga itoat qilishni buyuk mavsumiga kiryapsiz. Shoyat Alloh shu Ramazon sababli sizga dunyo va oxiratning eng ulug' yaxshiliklarini nasib etsa.